Bitta vizajistga gapi yoqdi-da, menga u aytyapti, один поход к визажисту заменяет 10 terapий с psixologом deyapti. Bu degani bir marta vizajist yoniga borgan yaxshiroq, ham 10 marta psixolog yoniga borganda, bu ham har kuni hamma случайlarda emas, ayollarga tegishli. Chunki rostdan ham men uning gapiga полностью qo'shilaman. U ayol kishi keladi, o'tiradi, vizajistga yaqin bo'lsa dardini ham aytadi, ichidagi yengillashadi, o'tda dam oladi, relaks oladi va o'tdan shunaqa уверенность bilan chiqib ketadi, chiroyli bo'lib, kuni bo'yi o'zi bilan naslаждаться qiladi. Unda ham qanaqa o'zi ishongan, o'ziga yoqgan vizajistga borsa, vizajist, ya'ni o'zimdan aytaman, o'zimdan qo'shaman. Vizajist har doim ham makiyajni sotmaydi, vizajist ko'proq energiyasini sotadi, energiyasi bilan bo'lishadi. Ko'p klientlar rostdan energiyasi yoqgan vizajistga boradi. Vizajist nafaqat sizga chiroy ulashadi, balkim psixologический поддержка ham beradi.